Hammaga salom. Demak, bugun assemblyda kod yozishni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi Linux operatsion tizimi va terminal. Biz o'tgan videoda aytgan ishlatadigan assemblerimiz GNU assembler hisoblanadi va katta ehtimol bilan Linux o'rnatganda o'zi avtomatik uning ichida o'rnatilib kelgan bo'lishi kerak. Va uning nomi AS. Uni bemalol AS version bilan ko'rsak bo'ladi va mana GNU assembler va uni versiyasi 2.38 va o'zi Linux o'rnatganingizda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar o'rnatilmagan bo'lsa, buni ham o'rnatmasanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, keyin bizga 32 bitli protsessor, kamida 32 bitli protsessor kerak. Ya'ni biz 32 bit protsessor uchun assembly o'rganamiz va u uchun kod yozamiz. Hozir meni protsessorim 64 bitli va 64 bit bilan ham bemalol 32 bit uchun yozgan assembly kodimizni bemalol ishlatib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni biz hozir katta ehtimol bilan 32 bitdan past bo'lgan protsessorlar yo'q, juda ham kam bo'lsa kerak umuman odamlarning orasida. Shuning uchun katta ehtimol bilan sizlarga ham 32 yoki 64 bit bo'lishi kerak. Xo'p, keyin biz text editor, ya'ni kod yozishimiz uchun Linuxda istalgan text editor ishlatsak bo'ladi. Biz Nano ishlatishimiz mumkin. Juda ham minimalizmga boy bo'lgan, umuman juda ham sodda text editor. Biz xohlasak buni ishlatishimiz mumkin. Lekin bu videoda biz Vim ishlatamiz. Vim juda ham qulay va umuman juda ham qulayliklari bor. Juda ham sodda. Umuman olganda Vim sodda emas, biz o'zimiz shu assembly dasturlashtirish uchun juda ham kichkina bo'lgan config yozganman. Shu Vim uchun o'zimga to'g'rilab olib, xohlasanglar sizlar ham uni bemalol ishlatishingiz mumkin. Va u mana u unchalik ko'p ish qilmaydi, ya'ni o'sha line numberlarni set qilgan va tab konfiguratsiyalari va oxirida F5 bosilganda bizning kodimizni run qilib berish uchun komanda. Hozir bu boshida kerak emas, biz boshida buni o'zimiz terminalda yozamiz va nima uchun yozishimiz kerakligini tushunamiz. Umuman olganda shu bemalol shuni vimrc faylingizga qo'yib olib ishlatsanglar bo'ladi. Demak, bugun birinchi o'rinda biz assemblyda dastur tuzamiz. Uni vazifasi shunchaki dasturdan chiqib ketish, ya'ni Linuxga bu dastur ishini muvaffaqiyatli tugatilganligini aytish bo'ladi. Xo'p, demak, vim bilan exit.s extension bilan fayl ochib olamiz. Xo'p. Endi biz assemblyda kod yozishni boshlaymiz. Assemblyda sectionlar bor. Section data. Xo'p, section nima? Biz assembly dasturlashtirildi, sectionlarga ajratamiz. Ya'ni data sectionda biz avvaldan, ya'ni ma'lumot berib qo'yib, ma'lumot saqlamoqchi bo'lsak, ya'ni konstanta ma'lumotlarga o'xshagan narsa saqlamoqchi bo'lsak, bu data sectionning ichida bo'ladi. Va text section ichida biz kodlarimizni saqlashimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari boshqa sectionlar ham bor, hozir u bizga kerak emas. Section text va biz buni ichida start deb o'zimizga labelimizni yaratamiz, ya'ni start 2 nuqta. Assemblyda label degan narsa ham bor, ya'ni 2 nuqta bilan biz unga nom beramiz va 2 nuqta qo'yamiz va shu joydan boshlashi bildiradi. Bundan keyin juda ham ko'p foydalanamiz bu bilan, chunki kodimizda jump degan narsa bor assemblyda. Boshida birinchi videoda aytganimdek, hozir high level dasturlashtirilarda ishlatadigan for loop, while looplarimiz yo'q, uning o'rniga faqat jump, ya'ni dasturlashtirilarda go to bilan shu tagida aslida shu ishlaydi. Xo'p, va biz bildiramiz dasturimizni entry point, ya'ni dasturimiz boshlanish qismi aynan shu start va shu joydan boshlaydi dasturimiz. Hozir biz shunchaki shu dasturni o'zini saqlab turib chiqadigan bo'lsak va biz buni endi tasavvur qilinglar, bizda assembly kod bor va biz endi buni assemble qilishimiz kerak. Ya'ni bu kodni biz endi haqiqiy machine kodga 01 instruksiyalarga aylantirishimiz kerak. Bu uchun exit s faylimizni beramiz, -o va exit.o. Ajoyib. Demak, endi bizda kodimizdan o extensioni bilan fayl paydo bo'ldi. Hozir demak, buni ichida
bizani instruksiyalarimiz bor va u byte ko'rinishida, ya'ni 0-1lar ko'rinishida. Lekin bu hali ham run qilishimiz uchun yetarli emas. Endi biz executable yasashimiz kerak, ya'ni link qilishimiz kerak. Buning uchun ld dan foydalanamiz. exit.o va -o bilan exit deb nom kiritamiz va endi bizda dasturimiz paydo bo'ldi va biz uni bemalol run qilishimiz mumkin va e'tibor bersanglar u yashildi. Hop, demak, qanday dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Exit. Hop, exec format error, ya'ni bizda error berdi. Chunki bizi dasturimizda hech narsa yozganimiz yo'q va bu kutilgan edi, bu error. Hop, endi dasturimizni yozishni boshlasak, birinchi o'rinda syscall degan narsa bor. Ya'ni biz assemblyda kod yozish bilan Linuxga aytamiz, Linux kernelga qanaqadir ish buyuramiz va bo'ldi, u ishni bajaradi. Faqat biz u ishni to'g'ri buyurishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi o'rinda bizda movl komandasi bor, movl instruksiyasi bor. Hop, bu nima ish bajaradi? Qaysidir biror bir ma'lumotni boshqa joyga ko'chiradi. Ya'ni bir sonini biz EAX registerga o'tkazadi. Bizani bu yozgan kodimiz. Ya'ni biz hozir AT va T sintaksda kod yozamiz assemblyda. Bundan tashqari Intel syntax ham bor. Hozir u muhim emas, biz shu ko'rinishda yozamiz. Ya'ni bu instruksiya nima vazifani bajaradi? Bir sonini EAX registerga yuklaydi, joylashtiradi. Boshida bundan avval videoda gaplashgandik, EAX ham protsessor ichida joylashgan xotira maydoni juda ham kichik va lekin juda ham tez ishlash uchun mo'ljallangan. Xo'p, bir sonini EAX ga beramiz. Bu nima degani? Linuxga bir sonini biz EAX ga berishimiz bilan dasturdan chiqib ketishni xohlashligimizni bildiramiz. Xo'p, undan keyin biza ikkinchi register bor, ABX. ABX register nimani saqlaydi? Dasturdan chiqib ketish uchun biz unga status berishimiz kerak va 0 dastur muvaffaqiyatli tugatilganligini bildiradi. Lekin hozir biz 0 emas va dasturimiz ishlaganini tekshirish uchun boshqa aytaylik, 14 sonini aytaylik, 14 sonini beramiz status kod sifatida. Va undan keyin biz Linuxga shu buyruq berganimizni va u buyruq bajarish kerakligini bildirib qo'yamiz. Buning uchun int 0 va mana bu Linux syscall hisoblanadi. Boshqa operatsion tizimlarda ishlamasligi mumkin, Windowsda ishlamaydi. macOSda sinab ko'rmaganman. Xo'p, demak, biz yozgan dasturimiz hozir shunchaki dasturdan muvaffaqiyatli chiqib ketishi kerak. Bu ish nima qiladi? EX ga bir sonni yuklaydi, ya'ni dasturdan chiqib ketmoqchiligimizni bildiradi. ABX bo'lsa status kod, ya'ni dasturdan chiqib ketish paytida qanaqa status kod bilan chiqib ketish kerakligini bildiradigan registerga biz 14 sonni yukladik va syscall qilib chaqirib qo'ydik. Xo'p, endi kodimizni saqlaymiz, chiqamiz va qaytadan assemble qilamiz va qaytadan link qilamiz va endi exit dasturini ishga tushirsak, shunchaki hech narsa bo'lmadi, hech qanday error yo'q, dasturdan chiqib ketdi. Hop, endi biz Linuxda echo komandasi bilan oxirgi dastur qaytargan status kodni ko'rishimiz mumkin. Enter bossak 14. Hop, demak biz yozgan kod to'g'ri ishladi. Dasturdan chiqib ketish kerak va status kodi 14. Aynan biz yozgan kodni shu narsani yozgandik. Hop, endi nimaga biz bir sonini EX ga yukladik va nimaga 14 sonini ABX ga yukladik degan bo'lsak, Linuxda syscall table bor. Ya'ni o'sha biz Linuxga buyuradigan ishlarimiz ro'yxati, ya'ni syscall'larni table bor. Unda shunaqa yozilgan. Dasturdan chiqib ketish uchun EX ga bir sonini yuklashimiz kerak va shuni ichida ularni argument sifatida ABX ga biz dasturdan chiqib ketish uchun status kodni yuklashimiz kerak deb yozilgan. Hop, hozir syscall haqida ko'p gaplashmaymiz. Keyingi videolarda shu syscall table ni ham ko'rishimiz mumkin va boshqalarni ishlatib ko'rishimiz ham mumkin. Hozir bizani birinchi yozgan assembler kodimiz to'g'ri ishladi.